Assalomu alaykum kuzatuvchi ustozlar. Bugun bayramga mos bo'lgan ajoyib metodda o'zimizga moslashtirishni ko'rib chiqamiz. Sizga berilgan faylni o'zimizga avval kompyuterda ishchi dasturga ekran yuziga ko'chirib olamiz va berilgan faylni ochib, ya'ni PowerPointda slayd variantida ishlaydigan o'yin bu va buni ochganimizda xuddi shunaqa ikkita slayd ochiladi va har biri birinchi va ikkinchi qismga bo'lingan. Bu yerda ko'rib turganingizdek raqamlik 1 dan to 6 gacha bo'lgan shunaqa to'rtburchak ostida savollar yashiringan. Savollarimizni o'zimizga moslashtirish uchun, ya'ni fanimizga mos bo'lgan savollarni kiritib chiqishimiz kerak. Buning uchun o'sha savol yoziladigan birinchi ustki qismini yon tomonga surib va tagidan o'sha ostki qismidan chiqadigan yozuvlarni o'zgartirib o'zimizni, ya'ni uzun bo'lmagan savollarimizni yozib o'zgartirib chiqamiz. Savollar juda ham ko'p bo'lmasligi kerak, uzun bo'lmasligi kerak. Agar juda uzun bo'lsa, unda shriftini kichraytirishimiz ham mumkin. Xo'p, yana yozib bo'lganimizdan keyin boyagidek ustki qismini yopgan holatda boshqa savollarni ham xuddi shu tartibda o'zgartirib chiqamiz. Ya'ni savollar mana shu 1, 2, 5, 6 raqamlar ostida, ya'ni birinchi ustki qismini yon tomonga o'tkazib, tagidagi o'sha ostki qismidan chiqqan yozuvlarni o'zgartirish bilan, ya'ni yozish orqali biz savollarimizni kiritamiz. Videoni yana ko'rish davomida siz tushunib olasiz va keyingi ikkinchi qismini ham xuddi shunaqa qilib o'zgartiramiz. E'tibor bersangiz, boyagi birinchi listda bir raqami va ikkinchisida 2 raqam bor va savollarimizni yozib bo'lganimizdan keyin buni saqlaymiz va ekranni katta qilib, ya'ni F5 yoki slide show rejimiga qo'yib buni ishlatamiz. Bo'lmasa animatsiyalar ishlamay qoladi va har bitta tanlagan ixtiyoriy savol ustiga bosiladi va oxirigacha savolni yana bir marta bosish orqali archamizga bezaklarni o'rnatishimiz mumkinligini siz video davomida ko'ryapsiz va keyingi ishtirokchilar uchun, ya'ni ikkita guruh qilib bu usulni, bu o'yinni foydalanishimiz mumkin ekan. Birinchi va ikkinchi guruh o'quvchilari orasida archani qay darajada bezash, masalan, qanchalik davomda, masalan, guruhlar o'rtasida archa bezatilganligini musobaqa tarzida ularga topshiriq sifatida berishimiz mumkin ekan. O'ylaymanki, metod bo'yicha oz bo'lsa ham ma'lumotni berdim. Agar qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, unda kommentariyaga yozing va albatta imkon darajasida javob berishga harakat qilaman.